Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlaymayız, leksiyel sırğacır ozi. Washington'da sözdeyimiz bugün Çislağaş 2023 yıl 8. ayının 22. günü hepteki seyşembe vatandaş. Bugün sizlerge leksiyeni sözleşten avvalki vaziyetten heysa hazır. Doğru bettirdi peyda boğa yeniçi bir gep. Reis Xi Jinping'nin üzünün muhlisleri yani etrafıdaki kolluğuçuları meyli rehberlikten sırtıda bolsun. Asla hazır Reis Xi Jinping'den dacışka başladı diyen gepler oturgu çıktı vatandaş. Bu bir vaziyet. İkincisi hazır Cungu'nun bir su astı yadro parhudu. Tayvan etrafıda çarlap yürüp çıkıp ketken gep. Bunun içinde qanchalik askeri qism bor, bunisi nama'lum, hemmisi halak bo'ldi degan gap vatandaş. Hozir Rossiya-Ukraina munosabatini aytsak, hozir Rossiyami hujumda, Ukrainami hujumda. Hozir endi aytib qo'yaylik, 14-kuni va 24-kuni Zelenskiy Ukraina qo'shinlari Rossiya zemini territoriyasiga hujum qiladi deb. Hozir Kherson şehri, Kherson vilayeti birden o kolgu ütüp, birden bu kolgu ütüp, hazırmış günden beri ki uruş jarayonida ciddileşti. Kherson'un takdiri ciddileşti degan gap geldi vatandaş. Muşularni vaziyet deb aytsak, endi bugun sizlarga so'zlaydigan bir nokta nima desanglar? Germaniya dolqunlari Germaniya ovozi radiosi shunda xabar qilibdi, maqolning jarayonida tinchlikparvarlik bilan yozilibdi. Masalan, Amerika, Yaponiya, Koreya, David Lager suhbati. Bu suhbatda masalan hech kimdan ayrilanmaydi degandek mazmunda. Biroq Prezident Joe Bidenning bu qatam diplomatiya ishlarida intayin zo'r g'alaba qilganligi bo'lib, bu g'alaba Yaponiya, Koreyaning davlat boshliqlarini David Lager'ga elip kiriş bilenle emas, belki Yaponiya, Koreya o'rtasidagi tarihi maceralarını tüketip bu üç devletinin David Lager'da yığın etişi bu qaltis eş. Depti bunu Janubi Germaniya gazeti hem şundak depti, Germaniya Avaz hem şundak depti. Endikege o vaqtida Berlin Gündelik gazetida yani yazılgan bir parça makalada başka bir gap, mesela qattiqroq bir gap kepti vatandaş. Bunun nemi deyildi deseniz, Irak Şarq rayonida deydi. Irak Şarq rayonida bexatarlik punktisi izchil, kamchil bo'lib keldi. Nurg'un davlatlar o'rtasida hozirgacha hal bo'lmay esilib qolgan masalalar saqlanib keldi. Bu rayonda har qaysi davlatlarning Amerika va Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda farqlar ko'p. Masalan, Jungo taraf bilan bo'lgan munosabati qandoq, Amerika taraf bilan bo'lgan munosabati qandoq, masalan, Iroq Sharqning. Şu bu oturdu farkla intayin köp deydi. Çünkü deydi, meyli Beijing yaka Washington bolsa, her işki güçlük oranga erişken ahval ası da, her işki devlet güçlük bir oranga adet-kidekelik zomagerlik degendek, muşundak oranga erişken ahval aslı da, anden malum bexatarlik punksisiga qatnışıdı deydi. Bu tehdit peyda bulup tehdit yetip kelgende kuruladigan bexatarlik punksisi mu? Yaki bu iki devlet Washington, Beijing malum küçlük orungu igi bolgandan keyin qatnışadigan bexatarlik punksisi mu? Bu nasıl da taza fark aydın bo'lmay qapti. Hozir bexatarlik punksisi qurulup bo'ldi. Amerika, Yaponiya, Koreya, David Lager suhbati. Bu ameliyatda bexatarlik punksisi desangiz bo'ladi vatandaş.
Endi ikkinchidan Jungo o'zi ham bunga baho berib, Osiyo Tinch okean rayoni yoki Hind Tinch okean rayonida hozir kichik NATO shakllandi deb ko'rsatdi vatandosh. Endi bu yerdagi bir umidvorlik, masalan, Janubiy Germaniya gazeti, Germaniya ovozi radiosidagi umidvorlik deyishlar. Yani birbirini cheklash, bir-biriga ta'sir ko'rsatish, bir-biri bilan munosabatda bo'lish. Masalan, Koreyaning Jungo bilan savdo munosabatini uzib tashlag'il bo'lmaydi. Yaponiya bilan Jungoning savdo munosabati izchil bir-biriga sangishib ketgan, jepsilishib ketgan. Amerika hozir eg'izdan chiqarib Jungodan barliq munosabatni uzib tashlayman degani yo'q. Ya'ni savdo munosabatlarini uzib tashlayman degani yo'q. Şuna meyli Amerika Qo'shma Shtatlari, meyli Koreya, meyli Yaponiya bo'lsin, bularning hammasi Jungo bilan bo'lgan munosabatlarni saqlab qolishni, hatto yuqoridagi bexatarlik punktisi qurilgandimi, Jungo bilan bo'lgan munosabatni unutib qolmaydi, balki davomli esida saqlaydi va saqlashi kerak debdi. Biroq Berlin kundalik nima deydi? Boshda aytdik-ku, Ponksiya bexatarlik ponksiyasi bugün şekillendi. Dedi hesapta 3 devlet Japonya, Koreya, Amerika. Bexatarlik ponksiyasi şekillendi. Endi oldimizda keladigan gap nima deseniz, anda ma'lum bexatarlik ponksiyasi qatnashidi dedikmi baya. Şuna her xil alomatlar oshkorladiki deydi. Buran chopqon yetib kelmoqda. Endi bu Berlin kundalik gazeti mushu cümlenin beşiğaya bir cümle koymaptı, teximi aniqlashtirib, yoki oxiriga bir cümle koymaptı, teximi aniqlashtirib. Demek bir yerde hazır Berlin gazetinin o'ylig'ini Osiyoda shakllangan bexatarlik ponksiyasi yoki Jungoning nazarida aytilayotgan Osiyochi NATO bugun qurilib bo'ldi. Osiyo, ya'ni Yiroq Sharq rayonida endilikka yetib keladiganini oldimizda biz ko'radiganimiz biron chapqoni. Arliq tuniga vatandoshlar so'zlik maqanda to'g'ri betlari degani rost bo'lib chiqdi. Masalan, nima rost bo'lib chiqdi desangiz, oddiy gap. Reis Xi Jinping tuyuqsizlik bidaqa yig'indiki yo'qolib ketdi, g'oyib bo'lib ketdi degan gaplar. Hozir hisobda 18 kundan keyin g'oyib bo'lgan joyidan chiqib, 18 kundan keyin hozir Janubiy Afrika davlatiga Oltin kesak 5 davlat yig'iniga qatnashishga yetib keldi. Bu yerda hozir kelayotgan xabarlar 5 davlat, Oltin kesak 5 davlatni safarbarlikka keltirib, rag'batlantirib, 7 davlat guruhi Dünyadaki taraqqiy topgan 7 davlat guruhi qarama-qarshi qo'ymoqchi bo'lyotdi deydi. Buning ehtimolligi yaqinlab kelgandan ko'ra ehtimolligi yo'q bir ish deb qarasangiz bo'ladi vatandosh. Ya Oltin kesak 5 davlat birlashib 7 davlat guruhi qarishtirdi, bu aqmaydigan gaplar vatandosh. Lekin Reis Xi Jinping shunda urinib baqidi desangizmi, bu bir nadallik bo'lib hisoblanadi. Biroq Reis Xi Jinping Janubiy Afrikaga yetib kelganda Tayvan bo'g'iz yuz bergan, uning yadro suvosti parxotining cho'kib ketishi bu Reis Xi Jinping uchun bir g'avg'o. Endi Jungoning iqtisod masalasiga kelsangiz, mayli qanda, mayli beguyvan, mayli pul paxalligi. Hozir bugun Jungoda pulning paxalligi, masalan, Tunigillardan bizlar so'zlab kelganda 703 mo degan edik, shunaqmi? Hozir bu o'tkal buzib tashlandi. Dedi qanchaga o'rlaganligi, qanchaga tushganligi to'g'risi xabar yo'q. Hozir Jungoda xalq puli renminbining qimmati 703 mo'ljallik o'tkalni bosib o'tdi. Ya'ni tushib ketdi, qimmat kurs tushib ketdi degan keldi. Jungoning iqtisodiy ahvoli to'g'risi, mayli joy-joylarning iqtisodiy ahvoli, yerliklarning iqtisodiy ahvoli, yerliklarning moliyasi qurib ketdi deb qolmay, hozir davlat xazinasi, ya'ni Jungo kompartiyasining moliya ishidami tugab ketish, pul xarjlaydigan pul tugab ketish ishi boshlandi. Bu hozir halqiliq paytlar, pulga qaraydigan yillar, Rongyanning nazari qatarliq to'g'ri betlari shundaqla.
Lembu Yang'ның Tаңлықла телевизиясы қатарлық тор бәттерді сөзленіп келген сөзләп әтәндәш. İqtisat davamlıq düşüp ketdi. Yani bunun deliqə iqtisat meselesi yaxşılamaqçı bolsan, yanala Amerikaga təslim buluşun kerek degen söz. Müştəmlə bugün hesaplagan 3-cü qətem tor bitiga yetip geldi vətəndaş. Hazır Cungo'nun vəziyyəti mana müşiyədə gep hazır Germaniya Berlin gündelik gizitinin degen sözü məsələn Asiyada Pankisiye şekillendi. 3 devlet pankisisi, bir xatarlık pankisisi endilikte yetip kilidiğini buran çap kondu. Ana sen bu mudur o mininki?